desa bu prям so'hyapti, bilmayman. Может onadan so'yayotgandir u. Hozir любой narsani o'zimni pulimga olib yesam bo'ladi, lekin yegan narsamdan emotsiya olmayman. Farqi yo'q. Dudulangan jin yeb qo'ysam ham emotsiya olaman. Prime paytimda olganman. Qachon desalar, kichkinaligimizda uyga mehmon kelib, uydagilar mehmonni kuzatgani chiqib ketgan payt, haligi dasturxon tuzalgan xonaga aka-uka opa-singillar kirib yeydigan narsalar bor. Mehmonni kuzatib kirguncha любой tishlab qo'ygan, ochib qo'ygan narsa sizni foydangizga edi. Ham maza qilganmiz, ham esda qolgan, ham emotsiya olganmiz o'sha yegan narsamizni. Biz hozir reja tuzardik. Misol uchun uchalamiz atay alohida ko'rishgani kirardik. Misol ikkitamiz o'tiribmiz, ukam alohida ko'rishib keldi. Ko'rishib kelib turib, ko'rishib keldi mehmonlar bilan. Bananni hali yeyishmayapti. Ko'ryapsizlarmi, reja bananga tuzilgan. To'g'ri, mehmonlarda oldin ham hech kim yema demaydi, lekin любой ayol kishi ona bo'lgandan keyin sirasi ko'zda gapirish qobiliyati paydo bo'ladi, bilasizmi? Ayam yema demas, ayam bu degani nafsini chuqurlamay yurgin, qo'y po'jaga. Mehmonlarda oldida sharmanda qilma. Mehmonlar ketgandan keyin meni merganlik va seni harbiy tayyorgarligini tekshiramiz derdi. Agar desa bu prям so'hyapti, bilmayman. Может onadan so'yayotgandir u.